Hi everyone, azizlar. YouTube kanalimga yana bir bor xush kelibsiz. Bugungi videoda 2026 yilgi ko'k rangdagi Toyota Corolla hibrid haqida batafsil ma'lumot beraman. Agar siz yoqilg'i tejamkor, ishonchli va zamonaviy gibrid avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, ushbu model siz uchun juda qiziqarli bo'lishi mumkin. 2026 Toyota Corolla hibrid o'zining zamonaviy dizayni, yuqori yoqilg'i samaradorligi va Toyota kompaniyasining ko'p yillik ishonchliligi bilan ajralib turadi. Ko'k rang kuzovga yanada nafis va sport uslubidagi ko'rinish beradi. Old qismida zamonaviy LED faralar, keng radiator panjarasi va aerodinamik bamper dizayni avtomobilning tashqi qiyofasini yanada jozibador qiladi. Yon tomondagi silliq chiziqlar va zamonaviy qotishma g'ildiraklar esa uning dinamik ko'rinishini kuchaytiradi. Qulay va sifatli materiallardan tayyorlangan. Old va orqa o'rindiqlar uzoq safarlar uchun ham qulaylik yaratadi. Rul ko'p funksiyali bo'lib, unda multimedia va kruiz nazorati tugmalari joylashgan. Markaziy panelda sensorli multimedia ekrani mavjud bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Bluetooth, USB portlari va ovozli boshqaruv tizimi haydovchiga qo'shimcha qulaylik yaratadi. 2026 Corolla hibrid odatda 1.8 litrli 4 silindrli benzin dvigateli va elektr motori kombinatsiyasidan foydalanadi. Ushbu gibrid tizim eCVT avtomatik transmissiya bilan ishlaydi. Natijada avtomobil silliq harakatlanadi. Shovqin darajasi past bo'ladi va yoqilg'i sarfi juda tejamkor bo'ladi. Gibrid tizim sekin harakatlanishda yoki tirbandliklarda elektr motoridan samarali foydalanib, yoqilg'i iste'molini kamaytiradi. Yoqilg'i tejamkorligi ushbu modelning eng katta afzalliklaridan biridir. Haydash uslubiga va yo'l sharoitiga qarab, avtomobil o'rtacha 5 kilometrga taxminan 4-5 litr atrofida benzin sarflashi mumkin. Bu esa uni kundalik foydalanish va uzoq masofali safarlar uchun iqtisodiy tanlovga aylantiradi. Xavfsizlik borasida ham Toyota Corolla hibrid kuchli imkoniyatlarni taklif qiladi. Unda Toyota Safety Sense tizimi mavjud bo'lib, avtomatik favqulodda tormozlash, piyodalarni aniqlash, bo'lakni saqlash assistenti, adaptiv kruiz nazorati, yo'l belgilarini aniqlash va avtomatik uzoq yaqin chiroqlar kabi zamonaviy funksiyalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, bir nechta havo yostiqchalari, ABS, elektron barqarorlik nazorati va tortish kuchini boshqarish tizimi ham mavjud. Haydash hissi juda yoqimli. Rul boshqaruvi aniq, osma tizimi esa notekis yo'llarda ham qulaylikni saqlab qoladi. Shahar ichida avtomobil juda chaqqon harakat qiladi, magistral yo'llarda esa barqarorligini yaxshi namoyish etadi. Hibrid tizim tufayli tezlanish silliq va jim amalga oshadi. Bagaj hajmi kundalik ehtiyojlar uchun yetarli bo'lib, xaridlar yoki oilaviy sayohatlar uchun qulay hisoblanadi. Uning salon ichida turli mayda buyumlarni saqlash uchun ko'plab bo'limlar mavjud. 2026 Toyota Corolla hibridning asosiy afzalliklari quyidagilar. Juda kam yoqilg'i sarfi, Toyotaning yuqori ishonchliligi, naviy xavfsizlik texnologiyalari qulay va zamonaviy salon, past ekspluatatsiya xarajatlari ekologik jihatdan ancha toza ishlashi. Kamchiliklari sifatida esa kuchli sport avtomobillari darajasidagi tezlanishni kutmaslik kerak. Bundan tashqari, ayrim yuqori darajadagi opsiyalar faqat qimmat komplektatsiyalarda mavjud bo'lishi mumkin. Umuman olganda, 2026 Toyota Corolla hibrid yoqilg'i tejamkorligi, ishonchliligi, zamonaviy texnologiyalari va qulay haydash xususiyatlari bilan oilalar, talabalar, ofis xodimlari hamda kundalik foydalanish uchun avtomobil izlayotgan haydovchilar uchun juda yaxshi tanlov hisoblanadi. Ayniqsa ko'k rangdagi kuzov avtomobilga zamonaviy va nafis ko'rinish berib, uni yo'lda yanada ajralib turadigan qiladi. Ko'rganingiz uchun katta rahmat. Kanalimga albatta obuna bo'lishni unutmang va har kungi yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosishni unutmang.